Bu dunyo sinovli dunyo. Hayotda nima muammoga duch kelsak, qanday hojatimiz bo'lsa, qanday musibatimiz bo'lsa va Robbil alamindan nima so'rovimiz bo'lsa, mana shu duoni qilib so'rasak, inshaalloh Alloh ijobat qiladi. Yana qaytarib aytaman mana shu duoni. Allohim, albatta men payg'ambaring Muhammad ila, rahmat payg'ambari ila sendan so'rayman va senga yuzlanaman. Ey Muhammad, albatta men sen ila Robbimga ushbu hojatim yuzasidan uni chiqsin deya yuzlandim. Allohim, uning men haqimdagi shafoatini qabul qil. Va o'sha joyda hojatini aytib oladi. Farzand kerak bo'lsa so'rab olsin. Jannat kerak bo'lsa so'rab olsin. Qur'onni yodlamoqchi bo'lsa duoni qilib so'rasin. Allohim kalomingni yodlatgin menga deb. Ishi bitmay turgan bo'lsa so'rasin. Uylana olmayotgan bo'lsa so'rasin. Gunohlariga tavba qilmoqchi bo'lsa istig'forni ko'pgina aytsin-da va mana shu duoni qo'shib so'rasin. Inshaalloh nima hojati bo'lsa, hammamizning hojatlarimiz juda ham ko'p. Orzularimiz bor, niyatlarimiz bor, maqsadlarimiz bor. Ba'zi maqsadlarni katta qo'yganimizda go'yoki erishib bo'lmaydi, vaqtim yetmasa kerak deb o'ylab ham qolamiz. Unday emas. Xudo xohlasa mana shu duoni qilsak, sharti hamma o'zi qilsin. Mukammal tahorat qilsin, 2 rakat namoz o'qisin va mana shu duoni qilsin, inshaalloh Alloh ijobat qiladi.